bir yigit uylandi va aytadiki, Allohga qasamki, men Allohdan qandayini so'ragan bo'lsam, shunday keldi. Har bir sifatlar bilan qanday so'ragan bo'lsam shunday. Aytadiki, kunlarning birida men tunda uyg'onib ketdim. U esa odatda bomdod vaqtiga uyg'onar edi. Tunda u uyg'onib ketib, o'girilib ko'zini ochsa, ayoli yotoqda yo'q. Qarasa ayoli tahajjud namozini o'qiyotgan ekan. U esa ayoli tunda tahajjud o'qishni bilmas edi. Qarasa ayoli sokin bo'lib qiyomda turibdi. Tunning zulmatida hamma yoqda sukunat. U mana shu suratni ko'rdi va qayta uyqusini davom ettirdi. Va har safar u bir ayolni ko'rib qolsa va u o'zining ayoldan chiroyliroq ekan deb o'ylab qolsa, ayolning mana shu surati ko'z oldiga kelaverar edi. Uning ko'zining oldiga hamma uyquda bo'lgan vaqt Robbisining qarshisida turgan ayolning tasviri kelaverar edi. Va bu go'zallikni hech bir narsaga tenglashtirib bo'lmas edi. Robbisining ibodatida unga taslim bo'lib turgan taqvodor ayolning surati paydo bo'laverdi.